Eng dahshatlisi bu bemorga shunaqa taklif bo'lganki, ginekolog bilan urolog sani urug'ingni olib, ayolingni bachadoniga quyib beramiz, ayoling homilador bo'ladi va bola tug'ilib turgan paytda yo'lda ochadi va sen keyin bemalol jinsiy aloqa qilaverasan degan. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu bemorimiz bilan bir necha muammoli holatlar bor. Bemor bilan bir og'iz suhbatdan keyin qolgan mavzularni sizlarga o'zlaringizga tushuntirib beraman. Hozir siz bilan birga analizlaringizni tahlil qilib chiqdik. Boshqa kuzatuvchilarimiz uchun ma'lum bo'lishi uchun sizdan bir ikkita savollarni beraman, keyin siz uyingizga ketishingiz mumkin. Men ishim tugagandan keyin buni atroflicha videoda tushuntirib beraman, qarshi bo'lmasangiz. Siz bir nechta joyga bordingiz, murojaat qildingiz, to'g'rimi? Sizni hattoki qon analizlaringiz tekshirilmagan. Sizni onangiz muammo bo'yicha menga telefon qilishgan. To'g'rimi? Aslida bu masalalar bo'yicha onalar telefon qilmaydi. Yuzimni sidirib tashlab, doktor sizga telefon qilyapman dedilar. Bundan tashqari yechintirib ko'rish masalasida va qaddi qomatingizni tuzilishi haqida ham aytib berdim sizga. Shunga mos gormonlaringiz ham bor. Gormonlarni o'zgarishligini ham sizga tushuntirib berdim. Men hali bular haqida hammaga tushuntirib beraman. Ba'zi narsalarni shunga o'zingizga ruxsatingizni oldim. Hozircha sizga rahmat. Qolganini kuzatuvchilar bilan davom etamiz. Bemorimiz 97-yil, 24-yil iyul oyida uylangan, lekin shu paytgacha jinsiy aloqa bo'lmagan, qizligini ola olmagan, jinsiy holatini turishi yaxshi emas, kirgiza olmaydi. Bir necha joyga murojaat qilgan, kuni kecha onasi telefon qildi, telefonda yig'lagan holatda xuddi shu muammoni hal qiladigan vrach yo'qmi deyishdi, jo'natishdi, suhbatlashdim, men o'zlarini yechintirib ko'rdim va yechintirib ko'rgan holatimdagini o'zini boshlab aytib beraman. Yechintirib ko'rganimda bemor ayol tipdagi semirishga ega. Bemorning o'ziga buni aytmadim. Chunki ayol tipdagi semirish bu ayollik gormonni ko'tarilib ketishini belgisi. Har bir vrach biladi va buni estradiolni tekshirish kerak. O'z-o'zidan ayol tipi semirish bo'lgandan keyin testosteronni ham estradiolni yonida tekshirish kerak. Boshqa gormonlarni ham tekshirish kerak. Faqat shunga urg'u berib gapirganim sababi hozir sizlar bilan birga shuni tahlil qilamiz. Shu joyda yana bitta ahamiyatli tomoni, bu bemorni o'zi 1 yildan beri men ovqatlanishim zo'r deb chumchuq go'shti, bedana tuxumi, yong'oqlar, pistalardan tayyorlangan ovqatlarni haddan tashqari ko'p yegan, natijada undan ham oldingidan semirgan va ko'pchilik xuddi shu masalada o'ylaymizki, shu ovqatlar bizga yordam beradi, testosteron bo'ladi deymiz, to'g'rimi? Ana endi shu mavzuda shu gaplarni gapiradiganlarga ushbu videomizni ham jo'natib qo'yishingiz mumkin. Kelinglar endi shu bemor bilan birga qilgan analiz tahlilimni sizlarga qilib beraman. Eng avvalo, eng oddiy, hamma joyda umumiy qon tahlili ko'riladi. Umumiy qon tahlilini ko'rganimizda gemoglobin 115, 140 dan past bo'lish kerak emas. Gematokrit 45 dan pastlab ketish kerak emas, 44 turibdi. Qon ivish sistemasini qaranglar, qon quyuq. Undan tashqari bu bemorda qand ko'tarilishni boshlayapti, inobatga olinmagan. Keyingi betda bu bemorda gormonlarini ko'rib chiqamiz. Buqo gormonlari joyida turibdi, lekin testosteronni qaranglar, 0.95 ga tushib ketib qolgan. 95 ga. 300 dan past bo'lishi mumkin emas har qanday yoshda. Erkaklarda maksimal 1100 ko'rsatkichgacha ega bo'ladi xalqaro standart bo'yicha. Eng qizig'i ayollik gormoni. Ayollik gormoni pikogramda 40 pikogramdan o'tishi mumkin emas. 115 dan oshiq ayollik gormoni estradiol chiqyapti. Tashqi ko'rinishiga asoslanib shularni o'zini tekshirganmiz, boshqa UZI tekshiruvlari ham bor. Xuddi shu joyda estradiolning balandligidan bemorning xarakterini ham aytay. Bemor salga ta'sirchan, ikki og'iz gapirsangiz ko'ngli to'lib yig'laydigan darajada. Ya'ni ayollardagi haligi beriluvchalik his-tuyg'ulari ham o'tib qolgandek his qilasiz hattoki. Eng dahshatlisi bu bemorga shunaqa taklif bo'lganki, ginekolog bilan urolog sani urug'ingni olib, ayolingni bachadoniga quyib beramiz, ayoling homilador bo'ladi va bola tug'ilib turgan paytda yo'lda ochadi va sen keyin bemalol jinsiy aloqa qilaverasan degan. Lekin bu qon tahlili bilan urug'ni homilador qilish qobiliyatini ham baholash kerak. Lekin urug' analizi yo'q bu yerda. Undan tashqari har bir shpritsda quyib berilganda homilador bo'lishligini ham kafolat yo'q. Ularni ham inobatga olishmagan. Bular o'zi shundoq ham 1 yil jinsiy hayot yashamagan. O'rtadagi sovuqchiliklar, oiladagi bahs-munozaralar bu yerda aytib o'tmayapmiz. Undan tashqari u homiladorlik bo'lgungacha va bo'lib tugagungacha bularni ruhiy holatini nega hech kim inobatga olmagan?
Bu videoni o'zimni doshlab yuraman, bedana tuxum yutaman, yong'oq yeyman, har xil qora, mayiz bir narsalar yeyman, chumchuq go'shti yeyman deydigan tanishlaringga, ortiqcha vazni bor tanishlaringga jo'natib qo'yinglar. Aslida oladigan bo'lsak, bu masala juda ham murakkab emas. To'g'ri mutaxassisga uchrab, to'g'ri tekshiruvlardan o'tilsa, juda ham oson va oddiy yo'l bilan hal bo'ladi. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar, bu bemor natijalarini sizlarga taqdim qilib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.